biroz hozir esa bizlar Mazor Sharifdan kelgan mehmonlarni mana Shintagovni sarsabz va gul lolalarini ko'rib va Mazor Sharifdan beri kelibdilar. Biroz mehmonlarni olib kelganmiz toki bu tabiatni va bundan fayz elsalar. Va beri Shintagovning taxta yurti deb aytiladi. Shintagov markazidan bir 7 ila 8 kilometr uzoqligi bor. Umuman shahri Maymanadan markaz viloyat Faryobdir. Oradan 60 kilometr fosilasi bor. Va umuman ko'rib turibmizki, nuqoti muxtalif Afg'onistondan desa ham bo'ladiki, bu yerga sayohatga kelgan, hatto bizlar ko'ramiz viloyatlar Qandahor, Helmand, Nangarhor va viloyatlar janubidan bu yerga kelgan. Umuman Faryobning ulusvoliylarini aytsak, umuman hamma ulusvoliylardan mana shu hozir shu yerga bor va bizlar shunday e'sos qilamizki, shu o'zimiz edda o'tyapti va eddan kada yaxshiroq. Maşallah yaxshi sarsabz, gulzor, hamma joy maşallah yaxshi joy ekan. Qablan bir necha yil ilgari bu yerga tanho mardumi Tagov o'zi keladi. 2 yil bilan taqriban bu xil mashhur bo'lgan, taqriban bir park milliga tabdil bo'lgan joy bo'lgan. Shu hozir masalan hatto Qandahordan masalan ro'zoy jumaga haftaga keladi. Boshqa viloyatlardan keladi. Xususan shu vaqt mana shu yerga ko'rasiz, umuman Maymanani joylari kelganda taqriban shu ro'z 2000-3000 nafar xususan tabaqai joylar kelgan, famillar ham keladi. Alayda xaymalarni o'g'radi, bu yerga tafriq qiladi, yaxshi g'o'zahoy mahallini pishiradi, ulardan istifoda qiladi. Umuman hamma joydan shu hozir keladi. ما خودمان از گرزوان هستیم. تمامی کسایی که اینجا موجود است از هر قوم، از هر قبیله اینجا آمدن به خاطر اینکه الحمدلله یک امنیت کامل سرتاسری در کشور ما وجود داره. از برکت همین امنیت است که کل اقوام یک جا آمده در روز جمعه در اینجا تفریح و ساعت خود تیر میکنن. و از تمام اقوامی که میبینید از قوم تاجیک است، قوم پشتون است، قوم ازبک است، همه برادری هم هستیم. منطقه جلایر دیده، تخته دیده، ولسوالی Shirintagovga مربوط bo'ri. Mana ki ko'ramiz har ulusvolidan kelgan, hattoki viloyatlardan ham kelgan, nomi xudo beri gulzordi, hamma kelib buradan bahra qiladi. Mashallah har yildan kada bugun bu yillar ravnaq topgandi. Mardum burga bu sohalarga ko'p tafriga keladi. Mardum ko'p xusholdi bu yil burda sohasidan. Silha motor راغلي دي هزاران خلک د طبيخي هاخوا ترکمنستان مرسته پورې وتلي 200-300 موټر اوس پلانته نو کې لار بند سو چې سره کم به دا خو راسیدوي او دلته چې راغلي دا فضا خو ویني خپل بيخي به حد موټر دي 1500 سلها موټر دي بيخي شمار نه لکه خلک دي بيخي ډیر او مافل تراغلي نن چې د جمعه هم د خلک بيخي به ربای ډیر دي د جمعې په ورځ به د منطقې ته چې عکسونه یو دم د دې پورت په خلکو فضا او ته فیسبوک ته ورکړه خلک د کابل مزار شبرغان او هرات او د کندهار ټول ځای ته تراغلي او یو دم مشهور سودا ځای چې جلایر او چوکازي منطقه بيخي ش فضا ده خلک دلته و بیروبار ډیر واچوي بار یو دم مشهور سودا منطقه په جلایر غونډه